ikkinchi bob. Halqini o'zish. Olib Arslan Qashqardan chiqib, Yettisu xalqiga qarab yurib, To'riq otdan o'tib, bir hafta deganda Otbeshi shahriga yetib bordi. Bu yerda Yettisu xoni Arslan Ilikxon avatgan o'rda bosh betishchisi Bo'zbola qarshi oldi. Olib Arslan Otbeshida bir kun dam oldi. Uning oshqon davollari oz bo'lmasa-mu, Buğraxon oshqon davollardek jafoliq emas edi. Odam soni oz. 1000lik qoruvchi qo'shin bilan chiqqan edi. Uning g'arbga yurishidagi tub qo'shini Chabar Suboshining qo'shini bo'lib, ular Balosog'unda Olib Arslanni kutadi. Olib Arslan Norin shahridan o'tib, bir necha kun mengib Balosog'unga bir kunlik yo'l qolganda Issiqko'lga yetib bordi. Ko'l bo'yidagi keng o'tloqda bir muncha qora uylar ko'rindi. Chabar Suboshi Olib Arslanni mush yerda kutib turadi. Olib Arslan oq qora uy oldiga kelib, otdan tushganda Chabar Suboshi quchoqlab ko'rishdi. Olib Arslan ko'l bo'yiga berib, put-qo'llarini yuvdi. Keyin neriroqda qarab turgan Oyot Suboshining yeniga berib, tosh ustida ko'lga qarab, o'ng yo'llarini kun bitish qilib o'ltirishdi. Bak güzel joy ishkan, dedi Olib Arslan atrofga nazar silib. Ko'l, tog', o'rmon, suv, o'tloq. Nima degan go'zal. Shundoq. Chigillar bu joyni Yettisu elining tojisi deb atishidi, dedi Chabar kulimsirab. Demasimi, bu joy bek go'zal edi. Ularning o'dolida, uzoq ko'l chetining nerisida so'zilib yotgan kangri o'tloq. O'ng tarafda ko'lni yerim oy shaklda o'rg'an yop-yeshil qilin qorag'ayliq tog'. Sol yoqda kun bitish tarafda past tog'lar. Olib Arslan ko'zini bir oylantirib chiqqandan keyin suvga qaradi. Ko'lning ichida, sol qo'l tarafda sup-suzuk suv ostida qizil olib bulutlar tegida yeshil osmon parchalari ko'rindi. Ondan u beshini solg'a burab qaragan edi, tog'lar ustida, osmonda oshiq go'zal manzarani ko'rdi. Go'yo quyosh bulutlar bilan mukishmak o'ynaydi. U o'zi nur chechib qizartgan bulutlar orqasiga mo'katdi. Keyin yuzini tugal ko'rsatib kuladi. Yana bulut kayniga mo'katdi. Qarang, ham sho'x, ham erkalatgich ko'rinish. Yeshil osmon tegida quyosh bulutlar o'ynashmoqda. Bir-birini erkalatganda qiladi, dedi Olib Arslan tog'lar to'pisidagi osmonni ko'rsatib. Bak go'zal. Birar she'r yozsa yoki surat chizsa deyman. Biroq mening qo'limdan kelmaydi. Balki siz. Men qo'shiqchimi emas, suratchimi emas. Bo'lmasa toza yozg'im, sizg'im bor. Ilik ustoz bo'lsa, allaqachon yozatdi. Tayyorligingiz bitgan-da? Bitdi. Qo'shinni chegirgich o'rinlashtirdik. Oldi Tarazda, orqasi Talay, Org'uda. Yog'iy tarafning ahvolini bilaldingizmi? Bildik. Chegarada 3-4 ming kishi bor ekan. Ularni urib o'tishimizda gap yo'q. O'zganga bag'icha bizni ikki joyda to'smoqchi ekan. Biri chegaradan o'tgandan keyin Mayli soy degan bir tog'liq yo'l bor. Bu joyda 10 mingdak cherika bor deydi. Jag'day ular uchun foydali. Bu yerdan o'tish oson bo'lmaydigan o'xshaydi. Yana biri O'zgan bilan Namanganning orliqida bir tuzlanlik bor ekan. Bu yerda 20 mingdak cherik bormish.
Pəmimizcə, bizni məşədə tosub, Namangan özgən iki tərəfdən qısmaqqa ilib, yo'qotmoqchi o'xshaydi. Shundaqda, demak, yog'iyning bizga qaratgan qo'shuni 30 mingdan o'shiq kishi o'xshaydi. Yana Namangandan cherik keltirib, o'zgandan cherik keltirmasi kerak. Bunda qilishda, balki Sutuq Bug'roxonni to'sish uchun o'zgandan o'shqa cherik yo'tkishini pam qilishga bo'ladi. Sutuq Bug'roxonmi yog'iyni shunda qilishga qistaydi. Namangandan cherik yo'tkashning oldini olish uchun yog'iyning ikkinchi to'siqiga yetishdan avval Namanganga bir bilik qo'shin avataylik. O'shni elish, Namanganni to'sish, o'zganga ikki yoqdan hujum qilish. Moshundoq bo'lganda, yog'iyning to'soqlarini bo'sib, o'zganni olamiz. Bu xalqini buzish rejimiz ishga oshadi. Bak yaxshi reja. Moshundoq bo'lganda, mushu 3 oyda yog'iyning 70 mingdak cherikini yo'qotamiz. Marg'ilon, Farg'on yoqdan kuch ilib kelolmaydi. Yog'iyning ichi, orqasi tinch emas. Mo'lcharingiz to'g'ri. Bug'roxonning tiligi bo'yicha 5-oyning 15-kuni cho'qim o'zganni ilishimiz kerak. Bu xalqi o'zilgandan keyin yog'iyning puti titraydi. Orqangiz qandoq? Gap yo'q. Eli-bali tayyor. Ertish, Emil, Sayramgacha Qariqo'chu xalqining kuchi mazmut. U yoqlarda yoqmi ulusi bosh kelmaydi. Eli-bali xalqining ostonasi Olmalidan kerak bo'lsa, 2 yoki 3 tumali qo'shinni Balasag'unga yo'tkab kelalaymiz. To'g'ri. Uyg'ur, Qorloq, Chigil, yoqmi uluslari ching uyushdiq. Orqamizda Qariqo'chu, Mojin bor. Qani bizga kim tankilar ekan? Biroq o'zimizni pishiq chaqlab, yog'ini ham chaqlab qo'ysak bo'lmaydi. O'ng yoqda qattiq ma'rigan qo'y qo'zlarning ovozi ularning so'zini uzib qo'ydi. Mal padida yandi, dedi Chabar Suboshi qo'ylarni ko'rsatib. Berib ko'raylikmi? Mayli, dedi Olib Arslan. Ular ko'lni bo'ylab shu yoqqa mangdi. Ular yaqinlashgancha qo'ylarning ovozi kuchaydi. Bir necha yuz sog'liq, bir necha cho'ng kichik qora uylar tikilgan yoqqa qarab, ma'rigancha oldirab kelmoqda edi. Ovulning kaynidan bir necha yuz qo'za ovozining bericha varqirab ma'rab, sog'liqlar yoqqa yugurishmoqda. Sog'liq qo'zilar orilishib ketdi. Ana, bir muncha qo'zilar oldi oyoqlarini pukib, onalarining yeliniga usib oldirash emmoqda. Yana bir muncha qo'zilar ma'rab yurib, u sog'liqqa, bu sog'liqqa usmoqda. Sog'liqlar amgizmagandan keyin onasini izlab ma'rab pirqirmoqda. Shundoq ma'lumotchilikdan keyin qo'y qo'zlar ovozi jimidi. Ona bola tepishib amgizmoqda, ammoqda edi. Kashki shafaq nuriga cho'mgan o'tliq qo'ynida anglangan qo'y qo'zlarning bom zil ovozlari kishiga bir xil shirin hissiyot beg'ishlaydi. Qarang, nima degan yiqimliq ovoz. Ona balalik muhabbatidan urg'ib chiqqan bu yiqimliq tabiiy ovozni har qanday sozandan chiqara olish tez. Oxir ona bola tepishib jam bo'lib qilishdi. Ona bag'ridan iyib chiqqan sutini boshqalardan qizg'inib bolasiga emgizdi. Bola onasiga usib erkilab chanqishini qondirdi. Bu hayotdagi eng lazzatli mehribonlik va shirin muhabbat bo'lsa kerak. Shundoq. Ona bola muhabbatidan shirin muhabbat bo'lmas dunyoda. Chabar Suboshining qoruvchisi kelib tomoq taklif qildi. Ular orqalariga burilib, oq qora uy tarafga qarab minishdi. Olib Arslan Chabar Suboshi bilan birga ertasi kechqurun Balasag'unga yetib keldi. Shahar teshida Urdu og'isi Todonbek bir necha ming cherik
va bir qism amaldorlar bilan mehmonni qarshi oldi. Olib Arslon 2 kun dam olgandan keyin Arslon Ilikxon uni o'rda ichidagi uyda qabul qildi. Arslon Ilikxon Olib Arslon bilan quchoqlashib ko'rishdi. Konu do'stlar yenishlab bir-biridan hol so'rashdi. Qobulga Yetsu Ilik xalqining cherik ishlar o'ltisi Amonqul, O'rda og'isi Todonbek, Chabar Subashi, Bo'zbol betikchilar va boshqa bir necha o'rda amaldorlari qatnashdi. Armag'ayla, yo'l uzoq, dedi Arslon Ilik o'ltirishgandan keyin. Ashqalloh. 2 kundan beri hordiq qoldik. O'zlari adga turiblar, dedi Olib Arslon Ilikxonga hurmat bildirib. Yomon emas. Ishqilib, tirishib ketib barimiz. Ulug' Bug'roxonning bu qitimqi cho'ng yurishiga ozroq bo'lsa-mu terak bo'la olsak bo'g'ini. O'zlarining yoriylik bo'lishlari ulug' yurishimiz uchun madad. Ha desa, to'giga madad emasmi, ha? Situq Bug'roxondan xabar bormi? Qayerga bordi ekan? Bugungi kunlarda o'shqa yaqin kelib qolgandi. 5-oyning 15-kuni u kishimo o'zganga tang yetib kelmoqchi. O'z vaqtida o'zganni elish kerak. Bug'roxon to'g'ri so'zli kishi. U cho'qim deganini qiladi. Chabarbay, gap sizda. Sizning belingiz mahkam bo'lsa bo'g'ini, dedi Ilikxon kulimsirab Chabar Suboshiga qarab. Bo'sh kelmaymiz. Belimiz mahkam bog'langan. Chabarbay belidagi kumush gullar o'rnatilgan kang kamirni ko'rsatdi. Xon va boshqalar kulishdi. 5 tuman cherak yog'i bosog'izgacha o'rinlashtirildi. Bak yaxshi. Samonila do'lti, g'olash harpsiq kelib qoldi. Biroq yana gap bizda. Shundoq, dedi Olib Arslon xonning fikriga qo'shilib. Samonilar davlati o'zligidan g'olamaydi. Uni g'olatish kerak. Shundoq, g'olatish kerak. Samonila Qarxonila xondolik tavasidagi qarindosh uluslarning yog'isi. Bizning 7 suluqlarning bo'lsa, texni o'ch yog'isi. Ular bizni tunjiqtirmoqchi, yap yo'qotmoqchi bo'ldi. Samonila cherik boshilari Nasir ibn Ahmad, Ismoil Samoni, Foyiqlar bizning elimizga necha qitim bostirib kelgan. Biroq tilaklarga yetolmadi. Ularni urib qaytirib turdik. Yana cho'nroq kuch bilan kelishga jabdunmoqda. Bu yog'ini yiltiz bilan qumurib tashlamasak, bizning elimizga omonlik yo'q. Endi toza vaqt keldi. Ulug' Bug'roxon bizga boshchilik qilib, ularga qarshi yurish boshladi. Biz yog'ini mijib tashlamay qo'ymaymiz. Arslon Ilikxonning hayajonli so'zi o'ltirganlarga ta'sir qildi. Ular Ilikxonning bu qarashlarini birda qo'llaydiganliklarini bildirishdi. Arslon Ilikxon kechki tomoqni mehmon va do'stlar bilan birga yedi. Sut xorqi bilan olib Arslonga oq yo'l va utuq tiladi. Olib Arslon Balashog'undan chiqib, Org'u tuzdanligini besib o'tib, Talos daryosi bo'yidagi Talos shahriga keldi. Bu joyda u Chabar Suboshi, bo'z yigit Oyg'uchi bilan birga yig'in ochdi. Yig'inga Chabar qo'shin tuman boshlari Mirgan, Matqul, Bo'taloqlar qatnashdi. Bo'z yigit Oyg'uchi cheriklarining yog'ining ahvolini so'zlab berdi. Yog'i bizni Moyli soy degan yerda to'smoqchi, dedi bo'z yigit Oyg'uchi bir xaritani ko'rsatib. Moyli soy mana bu tog'ning u yoqidagi bir kichik shahar bo'lib, uningga berish uchun egiz tog'lar orasidagi mana bu Moyli soydan o'tishga to'g'ri keladi. Mushu soyning beriqi og'zida, mushu joyda bizni to'smoqchi. Qanchalik kuchi bor ekan? So'radi Olib Arslon.
Mo'lcharlashimizcha 2 tuman. Mayli soyni tashlab, tog'ni boshqa joydan oshqilib bo'lmasmi? Yaqin orada oshi yo'q. Agar biz tog'dan oshqandimi, bizning orqamizdan berib uradi. Sizningcha, mayli soydan qandoq o'tishga bo'lar? Cho'ng kish bilan oldidan urush orqali o'tkili bo'ladi. Biroq chiqim jiqroq bo'ladi. Menimcha, kuchimizni 3 ga bo'lib, oldidan ham 2 yondan ursak qandoq ekan? Dedi Mirgan tumanboshi. 2 yon tog' emasmi? Odam taqqa chiqa oladi. Bo'ladigan gap. Dedi Matqul tumanboshi. Avval taqqa chiqib, oldidan urganda, yuqoridan 2 taraflab uramiz. 3 taraflab degan. Qo'shib qo'ydi Bo'taloq tumanboshi. Bir bo'lak yigitlarimizni tog' aralab yog'ining orqasiga o'tkazib, orqadami uramiz. Undaq bo'lsa, 4 taraflab degina. Dedi Chabir suboshi kulib. Nima degan cho'ng yuraklik? Yog'ining ko'krikiga, orqasiga va beshiga urib yo'qotish. Bu yaxshi reja. Unda qilmaganda yog'ining to'sqini bo'sib, tog'dan o'tolmaysan. Qarang Ayg'ochi, dedi Olib Arslan uningga qarab. Tuman boshilari bizdan jiqroq o'ylaydi ekan. Mushu oyning 15-kuni o'zganni cho'qim olamiz. Agar unda qilolmasak, Bug'raxonning rejisi buziladi. Biz Mayli soydan keyin yana to'saqlarga uchraymiz. Mayli soydan o'tish hal qilg'uch jang bo'lg'usi. Men tuman boshlarining so'zlariga qo'shilaman. Avval 2 yon tog' ustiga cherik chiqarish. Ularning bir bo'ligini soyga tushirib, orqaga o'tkazish. Avval oldidan urush, ondan orqadan, ustidan urush. Oldidan urushga oldirsak bo'lmaydi. Chabar suboshi va tuman boshilari qo'shildi. Ayg'ochi zo'rmu-zo'r qo'shildi. Bug'ra qo'shin bir necha kun yo'l mengib, bugun tush bilan Mayli teg'ining oldidagi tuzdanlikka yetib bordi. Olib Arslan bilan Chabar suboshining tushkuni berirak tikildi. Mayli soy og'zida yog'ining chiriklari o'rlashgan edi. Matqul tumanboshi oldiga berib, yog'iga ro'bro sap tortdi. Bo'z yigit Ayg'ochi uning bilan billa edi. Bugun yarim kun 2 taraf bir-birini bayqash, sabsilish bilan o'tdi. Oqshimi o'ng yondan Mirgan tumanboshi, so'l yondan Bo'taloq tumanboshi yo'lga chiqdi. Bular yog'iga bildirmay chatdan oylanib taqqa chiqib, 2 yoqdan 2 ming boshini yog'i orqasiga tushirmoqchi bo'ldi. Bu ish ati tushkichi tugamoqchi. Kun qayrilganda Matqul tumanboshi yog'ini urib oldiga tortmoqchi. Keyin urib yondirib soyga kirgizmoqchi. Shu vaqtda 4 tarafdan biroqli hujum qilmoqchi bo'ldi. Cheriklarga tik toqqa chiqish oson bo'lmadi. Ertasi kun terak bo'yi o'rliganda chiqib bo'ldi. 2 tog' cho'qqisidan ular bir-biri bilan xabarlashish belgilarini berishdi. Bir paz dam olgandan keyin ular tövalladi. Tog'ning qoptilig'i tushganda 2 ming boshi yog'i orqasiga tövalladi. Boshqalar o'z o'rinlarida yo'shirinib kutdi. Yog'ining orqasidan belgi berilganda bular tövallab hujum qilmoqchi bo'ldi. Bugun atigandala yog'i tarafda oldirashliq ko'rildi. Ular hujumga o'tmoqchi, dedi Ayg'ochi Matqul tumanboshiga. Cheriklarga tayyor turishga buyruq bering. Buyruq berildi. Udul saptiki va o'ng so'l qanotdagi cheriklar sapni chingitib oldida piyoda, orqada otliqlar taxt turishdi.
tush bo'lmayla yog'iy bostirib keldi. Oyg'uchi Matqul tumanboshiga yondirma hujum qilishga buyruq qildi. Matqul tush bo'lmadi deb uning buyruqini qabul qilmadi. Oyg'uchining ochiqi keldi. Yog'iyni tuzlangda yo'qtimiz, buyruq qiling, deb varqirdi u Matqulga. Chabarbay, soyda qopqonga sulash degan emasmidi? Biznikilar texi yetib bormidi? Dedi Matqul unamay. Oyg'uchi ot choptirib borgancha sap oldidagi alamchining qo'lidan chabar qo'shin alimini tortib olib, ikki yoqqa yalpildatdi. Bu hujum buyruqi alomati edi. Mingboshilar yigitlarni boshlab hujumga o'tdi. Avval piyoda nayziliklar yog'iy bilan to'qinishdi. Chabarbagning choparmini ot choptirib kelib, Oyg'uchiga chekinib yog'iyni to'sib turish degan buyruqni yetkazdi. Matqul chekinishga buyruq bergili turganda, Oyg'uchi uni to'sib, hujumni kuchaytirishga buyurdi. Hujum kuchaytirildi. Biroq o'ng so'l qanot qo'shin avvalgi reja bo'yicha o'rinlashtirilgani uchun ulgura olmadi. Udilsab chiqimga uchrab ketdi. Olib Arslonning choparmini kelib, Oyg'uchiga urib turib chekinib, yog'iyni to'sib turish degan buyruqni yetkazdi. Oyg'uchi texi bir nima demagan edi. Matqul tumanboshi alam bilan urib turib chekinish belgisini berdi. Mingboshilar avaylab chekinishga boshladi. Yog'iy qutirib bostirib keldi. Biroq ular endi o'rnida ching turgan chabar qo'shinning zarbasi bilan nurg'un chiqim berib to'xtab qoldi. Bu yoqdimmi chiqim oz bo'lmadi. Sap oldida otliq boshlamchilik qilayotgan Matqul tumanboshining ko'krigiga yog'iy sadoqi kelib tegdi-da, u otdan yiqildi. Olib Arslan bilan Chabar Suboshi tushkunlari oldida turib, yog'iy ahvolini ko'zda o'tadi. Ular Matqulning yiqilganini ko'rib g'azablandi. Ular kunga qarab qo'yishadi. Bir kamda Olib Arslan kunga qarasa, kun egilib tikan u Chabar Suboshiga qarab boshlang'ishdi. Chabarbek sapga qarab ot soldi. Berib Chabar qo'shin alimini egiz ko'tirib, avval ikki yoqqa yalpiltitib, ondan udul aydi. Futkil sap bo'yicha hujum degan bu belgini ko'rgandan keyin avval udul sap qaytirma hujum boshladi. Piyoda, yana piyoda otliq cheriklar baslashib ilgirildi. Yog'iy qattiq qarshilik ko'rsatib bo'lolmagandan keyin urushib turib chekindi. Shunda qilib, taqqa yaqin borganda soy ichidan bir necha ming yog'iy otliqlari qilichlarini o'ynatqanicha o'q o'ytib choptirib chiqib keldi. Otliqlarning oralash jengi qizib ketdi. Ondan buyruq bo'yicha Chabar qo'shinning o'ng so'l qanot otliqlari urro degan cho'qin bilan jangga etildi. Yog'iy chiqim tortib sarosimida qoldi. Hujumga chidiy olmay, jang maydonida sonsiz o'liklarni tashlab qochdi. Bug'ra qo'shini qo'g'lab urmoqda. Yog'iy chiriklari endi soyning ichiga kirgan edi, o'ylamagan yerdan soy ichkarisidan bug'ra qo'shinlari chiqib qoldi. Orqaga chekinishga bo'lmaydi. Taqqa yomishdan boshqa chora yo'q. Ular o'lgan tirilganiga qaramay ikki yoqdan taqqa yomashdi. Xudo urdi. Tog'dan toshlar do'milab tushib, cheriklarni yiqitishga boshladi. Ondan urro deb varqirishib, ikki yon tog'dan hujum boshlandi. Endi to'van tushmay iloji yo'q. Biroq oldi kaynida bug'ra qo'shin qistab kelgan. Osmon yiroq, yer qattiq keldi. Ana ular qopqonga tushdi. Qo'shin kechirab mengib, atsi atiganda Moyli soy shahriga borganda, shahar teshida ishkirat tizilgan bir necha ming kishi ularni qarshi oldi. Ular non, tuxum, choy bilan qo'shinni kutadi. Qora soqol, qaddi qomati kelishgan birsi qatordan oldiga chiqib, ulug' Bug'raxon sheriklariga salom deb to'g'ladi. Boshqalar
onunğa ägişip toğlaşdı. Qarşı alğıçlar arasıdan minglik qoşunlar ötdi. Tömen qoşun ötdi. Ahırda qarıqçılar qoşunu bilen Alıp Arslan, Çəbər subaşı keldi. Ular qarşı alğıçlar qatarının beşide toxtab otdan düşdü. Qara saqal kişi yugurib kelib Çəbər subaşı bilen samimiy ko'rishdi. Amamisiz Mehmet Ali? Dedi Çəbər onun qo'llarini siqib va Alıp Arslanға tunuşturdu. Ilqi, men aytgan Mehmet Ali degan lashkarbashi mush kishi shu. Ondan o Mehmet Ali'ye qarab. Bu kishi bizning boshlamchimiz, Sutuq Bug'roxonning yaqin do'sti Olib Arslan degan kishi bo'ladi. Deb tunuşturdu. Mehmet Ali Alıp Arslan bilan qizg'in ko'rishdi. Uning ko'zlaridan yosh tomchilari domaladı. Mehmonlar otlanib, qarshi olg'uchilar qatorining o'ttirisidan o'tib, shaharga mangdi. Ko'pchilik Bug'roxon lashkarlari aman bo'lg'ay! Bug'roxon lashkarlari aman bo'lg'ay! Bug'roxon lashkarlari aman bo'lg'ay! deb o'ran to'lab turdi. Bugun bir kun cheriklar dam oldi. Cherik boshlari radga selish, editlash ishlarini qildi. Kashqaron, Çəbər subaşı va tuman boshlari Arslanning yeniga kelishdi. Qo'shin betishisi Qo'ldosh Mirza qatnashdi. Bo'z yigit Oyg'uchimi bor edi. Mayli sayjini futuq qozandi. Biroq o'rinsiz chiqim tortib ketdik. dedi Çəbər subaşı xapigan bo'lgan holda. Botir tuman boshimiz Matqul shahid bo'ldi. Buningga bo'z yigit Oyg'uchi o'rinsiz sabab bo'ldi. O avvalgi qarorni buzdi. Buyruqqa bo'ysunmay oldirab hujum boshlab qo'ydi. Bu kechirgil bo'lmaydigan jinoyat. Çəbər jiddiyat bilan so'zlab, titrab, oxiri so'zini davom qildira olmay yeshini surtdi. Boshqalarmi munglinib ko'zlarini surtdi. Oyg'uchi bak o'zbishimchilik qildi, dedi Mergan tumanboshi. Matqul tumanboshi Oyg'uchining buyrug'iga qo'shilmagan edi. Oyg'uchi o'zi alamni ilib, hujum buyrug'ini qildi. Mergan tumanboshining ovozi titrab to'xtab qoldi. Jangda odam o'lmaydi deyishga bo'lmaydi. Biroq oz chiqimliq jang, futuqliq jang bo'ladi, dedi Bo'tloq tumanboshi. Jiq cheriklarimiz, bir tumanboshimiz o'lib ketdi. Agar yuqorqi boshchilarning qarori bo'yicha ish qilsak, bu yo'qotishdan saqlanib qolatdik. Bu cho'ng savoq. Jang qarorini buzib, ig'ir xato qilgan bo'z yigit Oyg'uchiga jazo berish kerak. Siz nima deysiz, Oyg'uchi? so'radi Olib Arslan. Men xato qildim. Jazoga tegishlik. Men u beshini to'van soldi. Siz qaror qiling, subashi. Olib Arslan Çəbərga qaradi. Bo'z yigit savoqni o'ylashsin. Qo'shin Oyg'uchilikqa qo'shin betikchisi Qo'ldosh Mirza belgilansin. Bosh betikchilikka boshqa kishini o'ylashishga bo'ladi. Xo'p, Çəbər suboshining so'ziga qo'shildik, dedi Olib Arslan. Bo'z yigit, xatoni tonigan yaxshi. Biroq savoqni tonish oson emas. Savoq bizni o'rgatadi. Jang bizni o'rgatadi. Do'stlar bizni o'rgatadi. Obdan o'ylang. Oldimizda texi ig'ir kurashlar turibdi. Xo'sh, subashi, cheriklar ahvoli qandoq? Bizdan 2000 da kishi chiqim bo'ldi. Yarador oz emas. Yog'iyning 5000 dan ortiqroq kishisi o'lganligini mo'ljarlashga bo'ladi. Yaradorlari unudimmi ko'p. Qo'lga tushgan yog'iy cheriklari yuqori tövallari ayrilib qamoqqa ilindi. Bir tumanboshi o'lgan. Qolgan bir tumanboshi so'roq qilinmoqda. O texi hech narsa demadi. Yog'iy cheriklari ichidagi yerlik uluslardan bo'lgan cheriklar ayrilib,
Ularga hozircha kutib turish. Keyin uyga qaytadiganlar qaytadi. Bizga cherik bo'ldiganlar cherik bo'ladi deb uqtirildi. Ularning soni qanchalikkan? Qolganlari 6000 dan ortiqroq. Menimcha cherik bo'lishni xohlaydiganlar bilan bir qadash qo'shin qurib, uningga Mehmet Alini mingboshi qilsak. Chabar suboshi Mehmet Alini tunishtirdi. U ko'ni cherik bo'lib, ko'ni cherik boshi bo'lgan dadasining izidan mengib keladi. Cherik mahoratiga qarab, osta-osta ko'tarilib mingboshi bo'lgan. Samonilar buningdan o'zlari uchun foydalangan. Uning o'z ulusi uchun kurash qilish, dadasining yo'liga varislik qilish niyati o'sdi. Bo'libmi, Samonilarning zulmi kuchaygan sari qarshiligi kuchayaverdi. U yuzboshi vaqtida bir iloji qilib, yattisug'i berib, Chabarbek bilan ko'rishib, o'zining niyatini aytgan edi. Chabar uningga Yaxshi niyat. Biz qo'llaymiz. Aldirab harakat qilmang. Huquq egilang. Do'stlarni ko'payting degan edi. 2 yil ilgari uning Samonilarga qarshi ro'yi oshkorinib qilib tutib ketilgan edi. Chabar o'zining poyloqchilari orqali buningdan xabar topgan edi. Yaxshi fikr. Bak yaxshi, dedi Arslan Elik. Chabar suboshining izohatini anglagandan keyin. U odam kelgan-ku deyman. Kelgan, kutib o'ltirmoqda. Kirson, so'zlashaylik. Chabar suboshining yigiti chiqib, Mehmet Alini boshlab kirdi. O'ltiring, dedi olib Arslan uning bilan samimiy ko'rishgandan keyin. Chabar suboshi bilan ko'ni do'st ekansiz. Bizmo do'st bo'laylik. Hammamiz el do'sti bo'laylik. Shundaq Arslanbek. Men siz do'stlarimni to'rt ko'z bilan taqatsizlanib kutdim. El do'sti bo'lmoq bak cho'ng ish. El do'sti bo'lish uchun elga jon ko'ydirib ishlash kerak, do'stim, dedi Chabarbek. El uchun jinim bilan tayyorman, do'stim. Qani, mening qo'limga qilish bering. Biz Samoniylar qo'shini ichidagi el bo'lgan yerlik cheriklardan 1000 qo'shin tuzib, uningga qadash qo'shin deb nom bersak deymiz, dedi olib Arslan. Bu qo'shinga siz mingboshi bo'lsangiz qandoq? Jinim bilan el ichidan yana cherik ilishqi bo'lamdi. Bo'ladi. Biroq o'z maylichi kelganlardan ilishqi bo'ladi. Xo'p, kelishdik. 1-2 kun cheriklarni radlab chiqing. Siz Botuloq tuman boshi bilan yo'ldosh bo'lasiz. Olib Arslan Botuloq tuman boshini ko'rsatdi. Botuloq Mehmet Aliga kulimsirab qo'ydi. Mehmet Ali uningga samimiy qaradi. Biz ati o'zganga qarab otmaylik, dedi Arslan. Botuloq tuman boshi, siz 2 kun tayyorlanib, Mehmet Ali mingboshini ilib, Namanganga yuring. Sizlarning ishinglar Namangan bilan o'zgan yo'lini to'sish. Namanganga hujum qilish to'g'risida keyin buyruq bo'ladi. Chabarbek, so'zingiz bormi? Yo'q, qo'shilaman. Xo'p, endi dam olaylik. Olib Arslan tamoqdan keyin uzoq o'ylab yotdi. Keyin uyquga ketdi. Sutiq bo'rag'an Qutlug' suboshi bilan o'sh yenidagi jangni orqaga so'zib yotdi. Yog'ini tortib chiqarib urush rejasi bo'yicha har kuni biror qitim kichik jang qilib turdi. Bir hafta deganda yog'i o'zgandan o'shga cherik yo'tkab kelayotgudek degan xabarni angladi. Tulpor tuman boshini to'sib yo'qotishga avatdi. Buni anglagandan keyin yog'ining andisi kuchaydi. Yog'ining orqasi kesildi. Ichi ansiz. Tulpor tuman boshi o'shqa 30 chaqirim yiroqlikda
o'zgandan kelgan yog'iychiliklarni to'sib yo'qotish jangini boshlab etdi. Qutlug' boshimi o'shga hujum qildi. Xuddi mushu kunlarda Olib Arslan Chabar Suboshimu sharqdan besib kelib, Moyli soyni elib, o'zganga qarab yurgan edi. Qutlug' Suboshi yog'iyning ojiz kuchini urib, to'xtovsiz o'shqa besib kirdi. Tulpar Tumanboshi to'sib yo'qotish bilan yog'iyni betchit qilib etdi. Moyli soy jangining utqi, o'shning ilinishi, yo'lda to'sib yo'qotish. 3 sapda tang 3 utuq qozinish yog'iyga qattiq zarba berib cho'chitibdi. Amdi o'zganni ilish uncha tas emas edi. Sutbug'raxon o'shda qo'shinning orom ilishini buyurdi. Qutlug' Suboshi va Ali Oyg'uchilar bilan maslahatlashib, o'shning g'arbiy janubidagi qo'zg'olonchi tog'liqlarni asos qilib, yog'iy qo'shini ichidagi yerlik cheliklarni qo'shib, qadash qo'shin qurdi. Qo'shin boshliqiga tog'liq qo'zg'olonchilarning boshlig'i Do'smat degan kishini belgiladi. Shunda qilib, oldirashlik bilan ratlash, to'ldirish ishi elib berildi. Bug'raxon shaharga kirmadi. Uning tushkuni shaharning kun petish yiqidagi bir yon beg'ir o'tloqqa tikilgan edi. Bugun u xeyli hordiq ilib qoldi bo'lg'ay, atiganrak o'yg'inib, o'zini yenik sasdi. U tushkun tashqarisidagi pichirlab so'zlagan ovozlarni va avaylab bosgan ship-ship ovozlarni anglab bir pas yotdi. Qo'chqor putining uchida dastlab kirib, bir nima ilib chiqmoqchi bo'lganda, Qo'chqor, xeyli vaqt bo'lib qolgan o'xshaydi, dedi Bug'raxon. Ilol, biz uyg'otib qo'dayman. Yana ozroq uxlab olsalar. Uyqum qiynibdi, qo'pay. Bug'raxon o'rnidan qo'zg'aldi. Ayol o'tmay, xodim Sodiq G'ulom kirib keldi. Bu gepitatliq choqqin bolani kishilar Sodiq G'ulom deb atishadi. Demasimi, u rostla Bug'raxonga sodiq edi. Bug'raxon uxlagandan keyin uxlaydi. Hammadan boldir qo'pib, eshik oldidan ketmaydi. Herib yiqilg'udak bo'lsa-mu, qo'rsqi echib, ichi tortishib ketsa-mu, g'ing qilmaydi. Bug'raxon, "Yetib uxla, tomoq yeb ol", desimu, u, "Uyqum kelmadi, qo'rsqim ochmadi", deb javob beradi. Bir necha qitim Bug'raxon uningga buyruq qilib tomoq yegizgan va uxlatgan edi. "Nemancha atigan qo'pib ketding?" dedi Bug'raxon Sodiqning kayfiyatiga sapsilib. Ancha atiganmi emas, qattiq uxlab ketdiman. U Bug'raxonning o'tiklarini akilib oldiga qo'ydi. Nima tush ko'rding?" Tush? Ancha yaxshi tush emas. "Qani, aytqina, anglab boqay." Onamni ko'rgili beribdiman. Terak davondan o'talmay yomishib yursam, osmondan qanotliq oqsoqol odam kelib, beshimni silab qo'ygan edi. Turibla menga 2 qanot chiqib qoldi. Dog'daq qushdek sakrab qanotimni qiqibla osmonning qa'riga ko'tarilib, terak davonning ustidan uchib o'tib ketib bormishman. Sodiq borg'oncha zo'q bilan qo'llarini harakatga selib so'zlaydi. Bug'raxon kiyimlarini kiygach, bu yosh g'ulomiga maski kelib anglaydi. Uchib, bir vaqtda bizning yurtga beribdiman. Agib paslisam, onam eshik oldida choq egirib o'ltiribdimish. Ko'zlari yosh ekan. Osta oldiga berib qo'ngan edim. Cho'chib ketdi. Keyin meni tunib
quchoqlab yig'ladi. Menmi yig'ladim. Turibla onam yo'qolib ketarmish. Bir pasdan keyin Ha, nim bo'ldi? yo'q. Oyog'i toyni yo'q ishlar. Anan senin to'yini qilmoqchi bo'lg'iydi. Shundaqmi? Allohu akbar. Tepib oldi-da. Aytayamdi. Sodiq uzoq oralash so'zlashga boshladi. Bir vaqtda onam parilarda kiyingan, beshidan oyog'igacha unchi marjonlar bilan bezalgan bir qizni yetilab kelyaptarmish. Qarasam bu qizni tunigandek qilaman. U uzoq tortib to'xtab qoldi. Eliqi mahallandagi odishonda tayinliq. Ha, shunga o'xshaydi. Biroq bek uz bo'lib ketdi. Onam uni ilib kelib, ikkimizning qo'llarini tutqizib qo'ydi. Men-mu heliqi osmondan tushgan odamdek qizning beshini silgan edim. Uningmi chiroyli ikki qanot chiqdi. Ikkimiz tang ko'tarilib uchdik. Osmonda texmi egizdan bir to'p qanotli qizlar uchib tushib bizni qarshi oldi. Ular bilan birga uchdik. Bir hozirdan keyin qor bulut keldi. Uning ichidan 3-5 bor, 10 qo'li bor bir qor qanotli yalmavuz uchib chiqdi. U bizga o'tchoch qilib turdi. Qizlar qochdi. Toza sapsilab chiroyiga qarasam, u bizning yurtimizdagi boyning o'g'limish. U menga o'tchechib turib, qizning qo'lidan tutib olib qochdi. Nima qilishimni bilolmay tursam, heliqa qanot oqsoqol uchib kelib, menga bir parqirab nur chaqnab turgan bir qilich beribdimish. Qilichni olgancha uchib berib, yalmavuzning beshiga birini urgan edim. Uning beshi tenidan ayrilib bir yoqqa, teni bir yoqqa tushib ketdimish. Ondan men qiz do'stimni ilib, birga uchib, bir boqqa tushgan edik. Qo'shqor akam uyg'otib etdi. Ey, qara buni qo'shqorni, dedi Bug'raxon teliqib kulib. Bekar qipti-da. Endi to'yinglar bo'lmoqchi ekan. Nima deb bildirlayotsan, Sodiq? dedi Qo'shqor tashqirdan kirib. Hay, bildirlash emas. Hajab yaxshi bir tush ko'ribdi. Bildingmi? Uchib, terak tavandan o'tib berib, onasini ko'ribdi. Ondan qiz otishi bilan birga uchibdi. Sodiq, tushing cho'qim o'ngga keladi. Biz qaytib borganda sizlarning to'yinglarni qilamiz. Sodiq qizirib yerga qaradi. To'g'ri dangal, o'shga jangal tushaydi o deb. Sen oshi qiz odishing tushabsan-da. Senmi oy kuni Lolaxon ochamni tushab qopgansan-ku. Qo'shqor gap qila olmay qoldi. Keyin Bug'raxonga qo'shilib kuldi. Bug'raxon cherikcha cho'ng chopinni yepinchoqlab tushkundan chiqib, qo'lini peshonasiga qo'yib, ko'zlarini chaqqan quyosh nurini to'sib atrofga qaradi. Yiroqda biridan bir egiz tizma tog'larning cho'qqilari quyosh nurida parqiraydi. Tog' bag'rida qatori tikilgan qora uylar cho'risida cheriklarning har xil harakatlari ko'rinib turadi. Sol yoqda qora uylar oldida o'choqdan chiqqan tutunlar tiklashib osmonga ko'tariladi. Bug'raxon shu yoqqa qarab mangdi. Bug'raxon borganda qora uydan erkin chiqib salom berdi. Cheriklar nemish qilishyapti? So'rdi Bug'raxon chattirak to'plashib, qo'llarini shiltishib, bir nimalarni deyishayotgan cheriklarni ko'rsatib. Onchkili paranglashib o'tirgan o'xshaydi. Bug'raxon shular tarafga mangdi. Erkin Qo'shqor agashdi. Yaqinroq kelganda birining qo'l shiltib so'zlayotgani anglandi. Shuncha tog'davallarni ishib, bir yog'ining kallasini ololmasang, nima bilan Bug'raxon cheriki bo'lding? Qaroqchilik deganmi? Cho'ng ish adash. Rostla, hey, men sizlarga aytay. Bizni Bug'raxon yomon kenjimi? Ko'rdinglarmi? Bug'raga o'xshash vaqirgancha yog'ini yanjib ilgari ketib bordi. Qaltis ish bu.
men sizlarga aytay. dedi yana birisi. Hey, men Bug'raxon bo'lsam, urra deb varqirab, 4 kunda hilqi samsxammo nima shu yerga berib to'xtaytdim. Hey, Samarqand desangchi, sen nimani bilasan banglash? Xudoyim bilib eshakka mingizmaganda. Mosho shaharning teshida yog'iy bilan o'ynashib bir hafta yotqinimizni men zoda tushunolmadim, dedi yana birisi. Bug'raxonni ko'rib ular qopishdi. O'ltiringlar, dedi Bug'raxon va o'zini berib bir toshga o'ltirdi. Bug'raxon cheriklar bilan samimiy paranglashdi. Ularning obdan fikrlarini angladi. Yiroqdan, yaqindan samoniylarni yo'qitib, yurtga qachon qaytish yoqlaridan so'z bo'ldi. Cheriklar bak hayajon bilan Bug'raxonning so'zlarini angladi. Yog'ini yo'qitib, omon esan yurtimizga qaytamiz. Ota-onanglarni ko'risizlar. Qiz adashtirig'lar kutib turdiganda tayinliq. Bug'raxon yinida o'ltirgan 20 yoshlardagi bir yigitning do'lisini urib qo'ydi. Shundoq emasmi yigit, ha? Cheriklar kulishdi. Biroq oldimizda jiqjanglar bor. Sizlarga yog'ining kallasini ilib, ormonlarga yetadigan vaqt keladi. Erkin sizlarni boshlab jangga kirganda, kuchinglarni shu vaqt ko'ramiz. Bo'sh kelmaymiz. Birimiz 10 ga tetimisak hisob emas, dedi yo'g'on murlik bir cherik o'rnidan qopib. Bak yaxshi. Yaxshi oraminglar, dedi Bug'raxon va qopib tushkuni yaqinmandi. Bug'raxon o'zganga qarab otlandi. Qutlug' Suboshi oldin yurib ketgan edi. U o'zganning janubidan berib Chabar Suboshiga moslashib shaharga hujum qildi. Oqshimi boshlangan shiddatli jangdan keyin tong etishga yaqin yog'ining bir qism boshchilari nurg'un o'lik va yordorlarni qoldirib shaharning g'arbiy shimol yoqiga qochdi. Ular Qutlug' qo'shin tarafidan to'silib qo'lga tushdi. Atigan Chabar qo'shin bilan Qutlug' qo'shin o'zgan shahriga besib kirdi. Amdi ko'tarilib chiqqan quyoshning o'tkir nuri nayzi qilishlar bistirda parqiraydi. Shahar atrofida domlab yotgan sonsiz o'liklarning atrofidagi issiq qonlarmi parqiraydi. Bug'raxon shu kuni tushdan keyin o'zganga yetib keldi. Tushdan ilgari shaharga kirgan Olib Arslan, ikki suboshi shahar teshig'iga chiqib xonni qarshi oldi. Shahar bo'sog'isida 10 mingdan ortiqroq shahar xalqi Bug'raxonni qarshi oldi. Shahar mo'tavarlari, o'limalar kishilar oldida tizilib turadi. Bug'raxon otdan tushib, ular bilan samimiy ko'rishdi. Bir oqsoqol patnosda non tuz tutdi. Bug'raxon bir burda nonni tuzga to'girib yedi va qarshi olg'uchilar orasidan mangdi. Ulug' Bug'raxonga salom. Sutuq Bug'raxon omon bo'lg'ay degan ovozlar ko'tarilib turdi. Bug'raxon kishilar orasidan o'tib, ondan otga mindi-da, o'ng qo'lini egiz ko'tarib, xalqqa hurmat bildirdi va orqasiga burilib, yo'ldoshlari bilan shaharga kirib ketdi. Yana bir necha nafar ashulachi go'zal keltirildi. Bugun oqshom. Yo'qol ko'zimdan! Go'zallarim bilan yo'qol! Oldingi Po'lat Saptab atalgan lashkari kuch nimaga yaradi? Ha? Bu Ali bilan Siboq nimalarni qilmoqda? Biri Xorasondan lashkar so'rash, yana biri yangidan lashkar ilib sapni to'ldirish. 50 ming yangi lashkar olsaq deyman. Irpon elektron şirketi türlük lügatlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay,
bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.